Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan biz sarmoya sarza pul ishlab boramiz. Do'stlar, sarmoya sarza pul ishlashimiz uchun bizga mana bu bot kerak bo'ladi. Bu bot orqali biz mutlaqo sarmoyasiz kuniga 10 dollargacha sarmoya ishlasak bo'ladi. Do'stlar, Telegram YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Hozir mana shu botdan qanday qilib sarmoyasiz kuniga 10 dollargacha ishlashni ko'rsataman. Do'stlar, buning uchun bizga bitta oddiy telefon kerak bo'ladi. Bu botga kirib olasiz. Havolasini videoda hamda kommentarda qoldiraman. Qarang. Kirib olgan paytda bu juda mana register email degan tugma bor. Shu tugmani bir marta bosganimizdan so'ng do'stlar qarang. Bu joyda aytib o'tyaptiki, biz misol uchun bir dona email ochadigan bo'lsak, bizga mana 0.09 dollar to'laydi ekan. Hozir mana ko'rsataman. Mana bir dona email ochadigan bo'lsak 0.09, ya'ni bu misol uchun 10 ta email ochadigan bo'lsak, ya'ni 0.9 dollar bo'ladi. 11 ta email ochadigan bo'lsak, salkam 1 dollar bo'ladi. Qarang, endi email pochta ochayotgan paytda sizlar email pochta nomini mana shunaqa yozasiz. Xuddi shunaqa bo'lishi kerak va hamda do'stlar, bu joyda mana parola esa mana bu tartibda bo'lishi kerak. Shunaqa tartibda qo'yib olasiz. Hozir buni tarjima qilingan holatini ham ko'rsataman. Qarang. Hozir bir daqiqa. Do'stlar, mana qarang. Bu juda elektron pochta, ya'ni mana shuni nusxalab olib xuddi shuni qo'yasiz. Parolaga buni qo'yasiz. Mana bu qayta tiklash emailiga esa mana bu emailni kiritib qo'yasiz. Do'stlar, bo'ldi. Xuddi shunaqa tartibda misol uchun kiritib olasiz. Kiritib bo'lgandan so'ng mana doni degan tugmani ustiga bir marta bosadigan bo'lsangiz, bular misol uchun tekshirib olib sizga pullaringizni to'lab beradi do'stlar. Lekin email pochta ochayotgan paytda misol uchun telefondan email pochta ochsa ham bo'ladi. Email pochta ochishga kirasiz. Kirgandan so'ng yangi email pochta ochishni bosib, xuddi nomini shunaqa qo'yasiz. Parolni mana shuni qo'yasiz. Mana nima bilan boshlanganini qo'yasiz. Hamda mana qayta tiklash emailiga esa mana shuni kiritib qo'yasiz. Bo'ldi. Email pochta ochgandan so'ng mana doni degan tugmani bosib, misol uchun tasdiqlab qo'ysangiz bo'ladi. Do'stlar, kuniga misol uchun sizlar 10 tagacha email yoki 20 ta 30 ta email ochib, kuniga misol uchun 1 dollar 2 dollardan bemalol ishlab borsangiz bo'ladi. Telefoningiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, bemalol ko'proq ishlatasiz. Do'stlar, keyin yana bitta narsa, misol uchun telefonda email pochta ochib, bu email pochtalari keyinchalik telefoningizdan chiqarib yuborsangiz bo'ladi. Misol uchun 10 ta email pochta ochasiz. 10 ta email pochta ochgandan so'ng telefoningizdan chiqarib yuborasiz. Mana dona degan tugmani bosib, misol uchun bemalol tasdiqlab qo'ysangiz bo'ladi. Buni misol uchun tekshirib olib, bizga pullar to'laydi. Aytib o'tyaptiki, mana uzog'i 5 kun ichida bizga tekshirib pulni to'lab berar ekan. Lekin 100% pulni to'lab beradi. Bu yerda mana balans degan tugma bor. Bu juda oz pulni chiqarsa ham bo'ladi. Mana pul chiqarish mana pay out degan tugmaga bosamiz. Do'stlar, misol uchun mana turli xil kriptovalyuta hammasi bor. Mana paydan qoldirasiz. Paydan misol uchun do'stlar minimal pul yechish 0.07 ekan. Komissiya 0.95% olar ekan, salkam 1%. Yoki mana USDT 20 ga ham chiqarsa bo'ladi. Bunda mana minimal 2 dollar, 1 dollar komissiya oladi. Bu bizga pay yaxshi deb o'ylayman. Yoki mana Tronga ham chiqarsa bo'ladi ekan. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda misol uchun ko'rib borasizlar. Mana shu saytdan bemalol sarmoya sarza pul ishlab borsangiz bo'ladi. Mana my referral degan bo'limga bosadigan bo'lsangiz, referallaringizda ham misol uchun taklif qilsangiz bo'ladi, ya'ni referral havolasi olsangiz bo'ladi. Referral havolasi uchun mana ustiga bosib turib, nusxalab olib do'stlaringizni taklif qilib ham qo'shimcha daromad qilsa bo'ladi. Do'stlar, hammaga omad. Videoga like hamda kommentariy esdan chiqmasin.